Sidik babam kından tashqariga chiqib qolganida sidik tutolmasdi. Konsultatsiya oldim, kursga yozildim. Yoshim necha edi? Voy, общение maktab bilan kelganida hozir menga o'sha bemalol vaqtim topamman. Men tabiiy yo'ldan vaqtipam yoniga kelib shu mashqlarni o'rganishiladi. Vaqtimlarni qilib ancha effektini oldim. O'tib beradi. Zaraz sonra şimdi svetem. Tam mani uchun представляешься, to'rtta farzand onasiman. Men ham общение maktab bilan kelganida hozir vaqtimlarni qilib ancha effektini oldim. Men pulaviman deb o'ylagandim, lekin men birinchi marta qildim. Birinchisida effekt juda ham yaxshi. Alloh rozi bo'lsin Fahrida. Ishlarda omad, harakat qilsinlar. Ancha ko'taryapsiz, siz ancha ko'tarib, siz tezdan tez nima qilib bo'ladi? Sidu shomasini hozir yaxshi ko'tarilib, yaxshi effektda. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat sizga. Rozimisiz? Roziman. Alloh rozi bo'lsin. Приятельки? Sizga kerak. Rahmat sizga. Ben 20 yaşındayım. Zaten farzandım var. First gitmek getirgen için общение böyle bulup sen konuşmaşlarda keyin ve ben kurska yazılıp konsultatsiya oldim, kurska yazıldım ve hazır 9. dersimiz var. Lekin ben bir sıra davuşkul hepsi benim vakum tutumlar. 5 metreden 10 metre benim tutum zen. Lekin hemen ders zor. Den var, den mir også. Derfor er det gerne så